172 gram 10%li kaliy gidroksid eritmasi 8 faraday tok bilan elektroliz qilinganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Berilishini yoza olamiz. Kaliy gidroksid eritmasi berilgan ekan. Demak, kaliy gidroksid va suv bo'ladi tarkibida. Suvni hammasi elektroliz bo'lmayapti, bir qismi elektroliz bo'lyapti. Ya'ni elektrolizda katodda vodorod, anodda kislorod chiqadi, gazlar chiqadi, parchalanib ketadi suv. Suvni hammasi elektroliz bo'lib bir qismi elektroliz bo'lib parchalanyapti, bir qismi qolib ketyapti. Odatda masalada hammasi emas, bir qismi o'sha reaksiyaga kirishadi yoki parchalanadi. Bu masalada ham bir qismi demak reaksiyaga kirishib, o'sha elektroliz bo'lib parchalanyapti. Qayerdan bildik? Sababi aytyapti, hosil bo'lgan eritma deyapti. Ya'ni bu yerda hozir reaksiyaga kirishgani mana gaz bo'lib chiqib ketyapti. Kaliy gidroksid reaksiyaga kirishmayapti. Kaliy gidroksidligicha hosil bo'lyapti. Reaksiyaga kirishmagan qolib ketgan suv ham suvligicha o'tyapti. Reaksiyaga qatnashmasdan qolib ketgan suv. Va hosil bo'lgan eritma deyapti. Eritma hosil bo'lishi uchun kaliy gidroksid va suv ham bo'lishi kerak. Suv bo'lsagina eritma bo'ladi. Agar suvni hammasi reaksiyaga kirishib qolib ketmasa, umuman bo'lmaydi suv. Kaliy gidroksid o'zi qolib ketadi va eritma hosil bo'lmaydi. Eritma hosil bo'lishi uchun suvni bir qismi qolib ketgan bo'lishi kerak, reaksiyaga kirishmaydi. Demak, shu orqali bildik. Boshlang'ich eritmamiz 172 gram ekan va 10% ekan. Ya'ni erigan modda kaliy gidroksid 10% ekan. Faraday 8 faraday ekan. Bu tokni miqdori elektrolizda qatnashgan moddaga tegishli, ya'ni suvga tegishli. Demak, 8 faraday tok bilan suv o'sha reaksiyaga kirishdi 8 faraday tok miqdori orqali. Demak, bu yerda suvni massasini topa olamiz. Undan oldin molini topa olamiz. Molni topish bo'lmasa qo'yamiz. Molni topish uchun faradayni ekvivalent mahrajga bo'linadi. Faraday 8. Ekvivalent mahraj topish uchun valentlikni indeksiga ko'paytiriladi. Valentlik indeksiga masalan, demak, suvda tekshiramiz. Vodorod orqali ko'ramiz. Vodorod valentligi 1, indeksi 2. 1 × 2 2. Yoki kislorod orqali ko'ramiz. Kislorod valentligi 2, indeks reshasi 1. 2 × 1 baribir 2. Demak, suvni ekvivalent mahraji 2 ekan. 8 2 bo'lamiz 4. 4 mol suv. Suvni massasini topa olamiz. Demak, massani topish uchun molni molar massaga ko'paytiriladi. Molni 4 mol. Molar massasi Mendeleyev jadvali orqali topiladi. Vodorodniki 1, ikkitasi 2, kislorodga 16. Qo'shsak 18. 18. 4 × 18 72 gram. Demak, suvni massasi 72 gram suv reaksiyaga kirishibdi va elektroliz bo'lib gazlarga aylanib chiqib ketibdi. Shu mana shu suvni hammasi gazga aylanib, elektroliz bo'lib, gaz bo'lib chiqib ketibdi. 72 gram yo'qotibdi. Boshlang'ich eritma 172 gram edi. 72 gram chiqib ketdi. Qancha gram eritma hosil bo'ladi? Demak, topamiz. Demak, 172 gram edi. 72 gramni chiqib ketdi. 172 dan 72 ni ayiramiz, 100 gram eritma hosil bo'ldi. Endi eritma massasi, eritmada erigan moddaning massasini topishimiz kerak. Sababi foiz konsentratsiyasini toping degan. Foiz konsentratsiya bu erigan modda, ya'ni kaliy gidroksid erigan bo'lsa, shuni foiz konsentratsiyasini topish kerak. Demak, kaliy gidroksid massasini topa olamiz. 172 gram 172 gram eritmaning massasi bo'lgandan keyin u 100% bo'ladi. Hammasi. 172 gram. 172 gram 100%. 10% ni topishimiz kerak. 10% bu kaliy gidroksid. Proporsiya orqali topiladi. X topish uchun 172 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, 172 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak, 0 bilan 0 qisqaradi. 172 ni 10 ga bo'lsa 17,2 gram bu kaliy gidroksid. Xuddi shu kaliy gidroksid o'zgarmasdan shu massa sababi reaksiyaga kirishmayapti. Sababi kaliy gidroksid reaksiyaga kirishmayapti. O'sha kaliy gidroksid chiqyapti. Elektroliz faqat suv bo'lyapti, bir qismi. Demak, 100 gram hosil bo'lgan eritma 100 gram bo'lsa, demak u 100% da. Chunki eritma hammasi.
100 gram 100% bo'lsa, K'lik hidroks 17,2 gram. 100 gram 100% bo'lsa 17,2 gram necha foizda x? X topish uchun 17,2 ni 100 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 17,2 ni 100 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 100 bilan 100 qisqarib ketadi. 17,2 ni o'zi qoladi. 17,2%. K'lik hidroks 17,2%. Foiz konsentratsiya 17,2% ekan. To'g'ri javob C varianti.